Elk moto bir 200'lük alып kaldık remontga. Esten işte başlap işlep oturupmiz, Xudo xolasa. Shunday xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar. Polni silinderini tazadan qo'yib beramiz. Buzluqlarni tazadan qo'yamiz. Buzluqlari tıqlab, chang o'tkazib, undan qilgan. Taza silindr bosib berdi. 218 degan. Chotga Xudo xolasa 1-2 yil yuradi buzluqlarni. Tazalab tez-tez qarab aydasalar 1-2 yil xizmat qiladi. Antipresini, avtolni Xudo xolasa chisti etib, tazalab klapan zasollarni chotga deb qo'yib beramiz Xudo xolasa. Shunday xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Sapqozda bo'ladi. Telefon nomerim bo'ladi o'zimning. Aloqaga chiqaverasizlar. Olib kelsanglar, qo'ng'izdagiga aytib taxlab beraveramiz. Qora motor emas, liboy bir boshqa yerlarni ham qo'yib beraveramiz. Sovaklarimiz bor o'zimizning kempi. DTP bo'lgan bo'lsa ham to'g'rilab tuzib qo'yib beraveramiz. Qo'ldan kelgancha. Chotga oldi Xudo xolasa. Zakon etib, taxlab yedik. Avtol umuman kamaytirmaydi Xudo xolasa berman buyog'ini. Oziqlarni, moyini, suvini qarab yursa, motor hech qachon charchamaydi. Bemalol aloqaga chiqaverib taxlab beramiz ko'nglimizdagiday etib. Motorlarni lekin bir xato moyga yuvish kerak ekan. Buning ahvoli deb so'rasanglar, egasi changda layda befarq haydab yurgan, lay bo'ladi. Bir moyga qo'ysa zakonli bo'ladi. Bizga olib keladigan klientlar iloji bo'lsa bir qator yetib moyka qilib olib kelinglar. Orqamizdan o'zlariga qaranglar, lay. Ashun tanib qo'yay. Bir qator yuvib olib kelsangiz bo'ladi.